Assalomu alaykum. İşimizni boshlab oldik. Damas avtomobilimizga mana hozir keldi. Xudo xolasa o'rnatib beryapmiz. Clyde o'sha original zapchastlar bilan mana oldini bo'shatib chiroyli qilib qo'ydik. Hozir ustanovka jarayoni boshlanadi. O'sha led ключателli ko'rsatib turadigan chiroqlari bilan xudo xolasa. Velosiped avtomobilimizga 47 talik bilan qo'yib beryapmiz. Propan balon. Oldi komplektatsiyasiga keladigan bo'lsak, oldi komplektatsiyasiga stak gofasi 200 original bilan qo'yildi. Farsukamiz 01 bo'lyapti. Hamda Nordic original reduktor Italiyada ishlab chiqarilgan bilan qo'yib beryapmiz. Garantiyli kitobchalari bilan. Original bo'lgani uchun garantiyli kitobchalarni o'qib chiqarib beryapmiz. Reduktor Nordic, balon 47 talik, boshqaruv sistemasi Gofas 200, Polshada ishlab chiqarilgan. Injektor 01W. Demak, ertaga yolg'on arapang. Matiz avtomobilimizdan mana 65 talik balonni yechib oldik. Birodarimiz benzinda yurishni ixtiyor qilibdilar. Yechib olyapmiz. Damas avtomobilimizga ham 65 talik bilan qo'yib beryapmiz. Metal. Oldi komplektatsiyalariga o'sha Clyde reduktorlari bilan chiroyli qilib o'rnatib beryapmiz. Bu avtomobilimizga balon qo'yib berdik. Buni oldi komplektatsiyalariga Cherry Ariza 6 Pro'ga 90 talik balon bilan qo'yib beryapmiz. Oldi komplektatsiyalariga keladigan bo'lsak, oldiga 32 ga 4 avansi. Polshada ishlab chiqarilgan eng yaxshi bunaqa funksionalli blok upravleniyasi hamda farsumkamiz real qo'yilyapti. Italiyada ishlab chiqarilgan. Adax reduktorimiz original yaxshi zapchastlar bilan o'rnatib beryapmiz. Hamda Cobalt avtomashinamizga men propan o'rnatib berdik. 47 talik tabletkasi bilan italyanskiy reduktor Nordic, одноразовый filtr. Farsumkamiz 0 qo'yildi va blok upravleniyamiz stak Gofas 200 original zapchastlar bilan qo'yib berdik. Albatta kimga shunday chiroyli xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizni
pastdagi raqamlarimizga murojaat qilaverasizlar.